Onyx trackerlarda mashina siltalaydi. Yuqori obrat berganida normalni siltalaydi и chek chiroq yonadi. Ko'pchilik holatlarda stabil track degan yozuv chiqadi. Mashina yaxshi tortmay qoladi. Bunaqa muammolar bo'yicha ham bemalol olib kelsanglar bo'ladi. Bolalar ko'ryapti mana. Oybiy shogird. Cho'tki настройка qilib beradi. Nima bo'ldi sani ishing? Oyoqdagi stikerni o'shanman. Adashmasam birinchi kun karantinda bo'ldi nima? Bormi? Oppa, ana. Ko'rding, shuni to'g'rilash kerak. Ha, bu yerda muammo Bo'ldi. Tracker Onyx bo'yicha ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Любой ishni hal qilib beramiz inshaalloh. Настройка deysizlarmi yoki umuman hammasi gaz настройкалari bo'yicha ham kompyuterning diagnostikалari bo'yicha murojaat qilasizlar.